Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres yaqında Yahudi zo'r qirg'inchiligining 80 yillik xotirasi munosabati bilan televiziyada so'z qilib, bu zo'r qirg'inchilikning insoniyat xotirasidan o'chib ketishi o'tmish qilingan xiyonat, shundaqla kelgusi qilingan sotqinlikdir degan. Antonio Guterres ayni vaqtdagi tarixni eslash jarayonida natsistlar Germaniyasi butkul Yahudilarni yo'q qilib o'tishni ko'zlagan zo'r qirg'inchilikda 6 million Yahudining qirib tashlanganligini alayda eskartgan. U bu vaqt qilgan so'zida biz qurbonlar va hayot qolg'uvchilarning urug' tuqqanlari bilan bir safda turamiz degan. Amaliyat shuki, uning xarakteri va natijada Yahudi zo'r qirg'inchiligiga o'xshab ketadigan, hatto uningdan ig'ir deb qaraladigan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida hozirgacha so'z qilib boqmaganligi, amdalikda bir yumlabla qirg'inchilikqa qarshi turg'ich qiyofatida so'z qilishi kishilik huquq faoliyatchilarining qattiq tanqidiga uchirgan. Birleşken Milletler Teşkilatı'da yıllardan beri Uyghur davasını anlatıvatkan ve Dünya Uyghur Qurultayının BDT kişilerine mesul bulup faaliyet ilip berivatkan Dünya Uyghur Qurultayının taşqı işlarga mesul muavin reisi Zümrət Ayarkin bu vaqt to'xtalganda Antonio Guterres'ning Yahudi qirg'inchilik haqida qilgan so'zlarda samimiy emasligini, BDT'ning bosh katibi bo'lgan 8 yil jarayonida Guterres'ning Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida birma ig'iz so'z qilib boqmaganligini, shu vajidan uning bu 200-lik xalqarodagi kishilik huquq faoliyatchilarining qattiq narazılıqqa uçurganlığını bildirdi. Növbətdə biz Uyğurlarning masalasiga kelsak, bu BDT baş katibi şu BDT'ga 8 yil dunyoga baş katiblik qilib bu jarayonda bir qatim Uyg'urlarni tilga ilib, haqiqiy samimiy shaklda Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni va Xitoy hukumatini tanqidlab boqishni ko'rib boqganimiz yo'q. Bo'libmi 2017-18 degan vaqtlarda shu BDT'da baş katiblik bo'layotgan jarayonda nurg'unlagan Uyg'ur faoliyatchilarining ismlarini hatto Xitoy hukumati talab qilgandan keyin bu ismlarni tizimlikni sunib bergan. Bu ishlardan xabarimiz var çünkü bu bizning Dünya Uyg'ur Qurultayining sobiq raisi To'lqin Iso apandimga shunda xiyonatchilik bo'lgan. Shu Antonio Guterres baş katiblik bo'lgan vaqtda. Undan sirt albatta nurg'unlagan fursatlarda masalan har yili 9-oyda New York'ta BDT'ning qurultayı içildi. Qurultay içilgan çağda bu yerda hech qachon bir qatim Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni va Xitoyning elib berayotgan qirg'inchilik siyosatlarini bir qatim tilga ilib boqqani yo'q. Albatta BDT'ning bosh katibi turib bir irqiy qirg'inchilikni tanqidlab, yana bir irqiy qirg'inchilikni unutib qilishi bu o'zining xizmatini yaxshi qilolmaganligini ifodalaydi. Kişilik huquq faoliyatchilaridan Emma Rili uning ayni vaqtda Xitoy hukumati ijro qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida so'z qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning ismligini Xitoy hukumatiga topshirib berganligini eskartib, siz hozirgacha Uyg'urlar bilan ko'rishni rad qilib kelyapsiz. Siz boshqarayotgan qirg'inchilikning oldini olish ishxonasi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida hozir qadar sukut qilib kelyapti degan. Shundaqla Xitoy hukumati har yili BDT'ga yo'llayotgan 10 million dollarlik mablag'ning buning muhim sabablardan biri ekanligini tilga olgan. Tibet kishilik huquq faoliyatchilaridan Tenzin Namgyalmo shu qatorda Antonio Guterresga javob qaytarib, meningcha sizni BDT tarixidagi eng nachar bosh katib deyishga bo'ladi deb yozgan. Antonio Guterresning BDT bosh katibi bo'lish sifatida BDT ahdnomasiga xilof bo'lgan mush tariqadagi ishlari yillardan buyon uni o'xshamagan tanqidlarga nishon qilib kelayotganligi ma'lum. Xitoy yasab chiqqan sun'iy aql app'laridan DeepSeek app magazindan o'rin olish bilan tangla, bu vaqtdagi tanqid va g'ulg'ula chiqqanlari har qaysi axborot vositalaridan o'rin oldi. Ross Anderson imzosida Ko'zatuvchi gazetining 27 yanvar sonida e'lon qilingan bu vaqtdagi obzorida aytilishicha, Abdur mazkur appni tushirgandan keyin uningdan Uyg'urlar kim deb so'ragan. DeepSeek buningga javob berib, Uyg'urlarning turkiy tilli xalq ekanligi, ularning mol madaniyat meroslariga ega ekanligini tilga olgan. Arqadilla Xitoy hukumati ijro qilayotgan kishilik huquq depsanchiliklar tufaylidan Uyg'urlarning yaqindan buyon xalqaro zo'r diqqat qo'zg'ayotgan temalardan bo'layotganligini, Uyg'urlarning zo'r tutqun, majburiy emgak, kollektiv nazorat,
diniy va madaniyat haqlarining cheklanish qatorliqlarga nishon bo'layotganligini eskartgan. Arqadan ushtum tutla bu uchurlarning hammasi biroqla yuyilib ketgan. Hamda tezdan kechiring, buningga javob berish hozircha qo'limdan kelmaydi. Boshqa temalar haqida so'zlashayli degan uchurni ko'rsatgan. Abdur yana Tianmen qirg'inchilik haqida savol so'rganda, mazkur app yana o'xshash shaklda o'zining buningga javob bera olmaydiganligini ta'kidlagan. Mazkur appni ishlatib boqqanlardan Jordan ismli bir yosh qani Xi Jinpingni tanqidlab boqqan deganda, bu app o'xshashla buning o'z javob bera oladigan doiradan halqib ketganligini aytgan. U qaytiribla amsa Donald Trumpni tanqidlab boqqan deganda, mazkur app tezdan Donald Trumpning o'nlagan kamchilik taraflarini tizib chiqqan. Bu appning qo'llanuvchilardan biri 28 yanvar kuni DeepSeek haqida so'z qilib, mazkur appning amaliyotda Xitoy Kompartiyasining cho'nqur ta'sirida ekanligini, Xitoydagi boshqa applarga o'xshash, buningmi Xitoy tashviqot uchun xizmat qilganligini eskartgan. Shundaqla Xitoyning hozir g'arb dunyosi ta'min etgan yuqori fan texnika orqali Xitoy Kompartiyasining tashviqotini qilish va soxta uchur tarqitish bilan mashg'ul bo'lib atganligini ta'kidlagan. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish birlashmasining mas'uli, Dunyo Uyg'ur qurultayining Angliyada turishliq vakili Rayma Mahmud xonim Angliya parlamentining kishilik huquq birlashma komitetida guvohlik berib, Angliyada Uyg'ur majburiy emki mahsulotlarini cheklashning qonuniy tadbirlarini kuchaytirishni talab qilgan. Rayma Mahmudning guvohlik yig'inida ta'kidlashicha, navbatda vatanimiz Sharq Turkistonda ishlab chiqarishning asosan barliq sohasining qullar emgaki bilan bo'lganligiga doir tog'dek dalillar bor ekan. Rayma Mahmud o'tgan hafta o'tkazilgan mazkur guvohlik yig'inida mundaq degan: Xitoy hukumatining nurg'un sanoat va paxta mahsulotlarini ishlab chiqarishda majburiy emgakni ishlatayotganligi, bo'libmi paxta to'qilmachilik sohasidagi majburiy emgakka oid tog'dek dalillar Dunyo Uyg'ur qurultayining qonuniy arz sunishiga yo'l ochganligini bildirgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi ilgari Londondagi bir sud mahkamasiga arz sunib, Uyg'ur paxta mahsulotlarining Angliya bozoriga kirishini tekshirishni talab qilgan. Angliya Oliy sudi o'tgan yil 11-oyda chiqargan qarorida Töven sudning burun chiqargan qarorini og'dirib, Angliya hukumatining Uyg'ur paxta mahsulotlarini tekshirish vazifasi borligini e'lon qilgan edi. Rayma Mahmudning komitet a'zolariga bildirishicha, Angliya Oliy sudining qarori favqulodda muhim bo'lib, ular buni qurol qilish orqali Angliyaning majburiy emgak qonunini o'zgartishiga haydakchilik qilishni ko'zlamoqda ekan. U majburiy emgak mahsulotlarining Angliyaga hozirgidek erkin kirib chiqishiga yo'l qo'yishga bo'lmaydi deb ko'rsatgan. Uning qayd qilishicha, bo'libmi Amerika Uyg'ur majburiy emkining oldini olish qonuni ma'qullagandan keyin majburiy emgak mahsulotlarga qarshi keskin amaliy harakatlarni qo'llangan. U Angliyaning Amerikaga o'xshash bir qonun chiqarishi, uning Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklashdagi unumli qurol bo'lganligiga ishonganligini aytgan. Angliya parlamenti kishilik huquq komitetining bu qatimliq guvohlik yig'inida yana BBCning hujjatli film ishliguvchisi Michael Rodin, Nottingham Universiteti kishilik huquqlar tadqiqot o'rnining muavin direktori professor Alexander Trottermans guvohlik bergan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.